Друзья, начинаем новый практический курс создания таблицы MySQL. Создание таблицы в MySQL. Подключение к MySQL из PHP. Для работы с, Assalomu alaykum. для работы с базой данных MySQL в PHP обычно используют два метода. Hurmatli talabalar, qo'shilsangizlar, o'qitaveringlar. Men video zapisni qilib qo'yibman. Два метода MySQL и PDO, PHP Data Objects. Здесь будут показаны оба варианта. Первый подключение с помощью MySQL. Мы записываем сам код. Наш PHP файл. И bizda control panelimizda ochib, Apache'ga ham MySQL'imizda startlar qilamiz. Bizlar localhost ishlatish uchun yodlaringizda bo'lsa, admin panelni admin panelni ochib, admin panelni ochdik deganimiz, yana localhostda mana shu dashboard papkasi, ya'ni dashbordga mana shu ham diskni установка qilaman. Sam shu htdocs va mana shu dashboard papkasi ichidagi mana shu index.html yoki php.info.php faylini ochib berdi. Lekin bizda faylimizni my first site degan papkani ichida qo'ygan bo'lsa, PHP degan papkada PHP papkamizda index.php hozir bizda mana shu lokal va dashboard o'rnida boyag'i papkamiz PHP papkasini ochib, ya'ni mana shu PHP faylimiz ichga tushadi. Misol uchun bizda hello world deb hello world natijasi chiqadi. Bu darsda biza PHP MySQL bazasi, ma'lumotlar bazasini yaratish va unga jadvallar qo'shib o'rganishimiz kerak. Подключение с помощью MySQL. Ya'ni bizda asosiy parametrlar bo'lgan host, username, password ham databaseimiz bo'lishi kerak. Endi ularni qayerdan olamiz? Bizda mana shu ham start bosib qo'yadigan bo'lsak, mana shu MySQL degan joyni admin paneliga o'tamiz. Admin o'tdik. Brauzerda mana shu localhost phpMyAdmin degan URL bo'yicha hozir mana shu bazani ochib beradi. Yangi baza ko'ramiz va yangi jadval yaratamiz. 127.port создать база данных. База данных va nomini imya baza данных test db deb nomlaymiz. Bo'ldi. Создать. База данных создавать. Test db chiqib turdi. Endi bizda baza tayyor bo'ldi. Endi mana shu bazamizga ulanish uchun bizda
databaseni yaratdik. Mana shu testdb. Hozir bizda testdb emas, shu testdbda faqat mana shu ko'rinishda yozdik. Endi bizada ana shu databasega qo'shilish uchun username'imiz ham passwordimiz kerak hamda hosting uchun va bizada localhost ishlatiladi. Yerini deymiz. Endi username bilan passwordni qayerdan? Buning uchun mana shu hamni ochamiz. Mana shu MySQL degan joyda konfiguratsiyasiga kiramiz. Konfiguratsiyasida my yoki browse qilamiz. myINIda mana shu sal pastroqda password yoziladigan joy bor. Porti yozilib turibdi 3306. Soketlari mana shu yo'l bo'yicha berilgan. Hostimiz localhost o'zi. Faqat biza pasport qo'yishimiz mumkin. Pasportni ochib tashlasak, pasport deb misol uchun 5 bayron bo'lsak, yana pasportimiz yozadi. Pasportimiz 1 2 3 4 yo keraklidan bo'ladigan bo'lsa, oddiy oldina reshotka qilib komment olib qo'ysak bo'ladi. Keyin bu MySQL server default mana bu yana port yozilgan 3306. Sal pastga tushamiz. Find address 127.0.0.1. Mana shu yerdan parolni yoki username'ni topib o'zgartirsak bo'ladi. Xo'sh, bu yerda master user username, master port port, mana shu yerda nastroyka, yana master host name ularni yangitdan yana kommentariyni olsangizlar, so'raladigan joylari bor. Yoki bu yerda xo'sh, service joyidami? Service yo'q. Mana bu yerda emas. Faqat ina shu config degan joyda o'zgartirsangizlar bo'ladi. Boshqa serverlarda sal soddaroq edi. Bunda mana shu configdan boyag'i block faylni ochib olib, konfiguratsiyasini o'zgartirsak bo'ladi. Hozirgi holatda bizda pasport yo'q, username'imiz rootni o'zi. Endi yozamiz. To'g'ri, kopirovat qilib olaman kodni. Boyag'i PHP faylimiz ichiga yozamiz. Host, localhost, username root, pasport qo'ymadik. 1 2 3 4 5 ni yozdim, lekin uni yana qaytadan kommentga olib qo'ydim. Shuning uchun pasportda yo'q. Odatda username bilan pasport qo'ysangizlar xavfsizlik nuqtai nazaridan yaxshi bo'ladi. Lekin hozir biz test variantida shart emas. Endi asosiy kutubxona MySQL Connect. Bu yerda asosan mana shu host, localhost, username esa boyagi root, keyin password ham qaysi databasega yozilishi. Bizadagi databasimiz boya yaratgan testdb. Endi connection bo'ladigan bo'lsa, connect true bo'ladigan bo'lsa, demak, ошибка mana shu error bo'lsin, aks holda подключение успешно degan yozuv chiqadi. Ko'ramiz. Xo'sh. Avvaliga localhost qaytamiz, obnovitamiz, подключение успешно. Ya'ni databasega bog'lan. Hech qanday qiyinchiliksiz bog'lan. Endi biz yangi jadval yaratamiz. Создание таблицы. Practical через предположим, мы хотим создать таблицу. Boyagi hostingga MySQL Connect degan asosiy struktura. Mana shu MySQL Connect deganimiz mana shu metod yordamida
biz bergan localhost, root, username, password hamda ko'rsatilgan databasega bog'lanib olish uchun kerak bo'ladigan satr. Alohida yodlab qo'yishlaringizni talab qilaman. Keyingisi yangi o'zgaruvchi ochamiz string tipida va unga SQL so'rovini kiritamiz. Misol подключение успешно bo'lsin. Keyingisi mana shu ma'lumotlar bazasini ham baza данных SQL so'rovlarini qilamiz. Yozib berdi. ID'si int 6 ta. Buni unsigned auto emas, faqat auto increment primary bo'ladi. Keyin first varchar email varchar ketadi. Keyin registrate date, timestamp, default, current timestamp, date. Bular mana shu timestamp deganimiz bilamiz. Hozirgi joriy vaqtni olish uchun yozilgan nima data tipidagi ma'lumot bo'ldi. Bu SQL so'rovini sizlar muammosi bilasizlar degan o'ylayman, chunki bazadan keyingi operatsiyamiz agar mana shu MySQL query'miz mana shu connectionga bog'lanadigan bo'lsa, tabliца user успешно создана degan yozuv chiqarsa, aks holda ошибка chiqarsa va ошибкani nomini chiqaradi. Undan keyin MySQL close deb bunday boyagi bu yerda yaratgan connectionimiz yopiladi. Xo'sh, connection qaytadan yaratish shartimiz agar MySQL query boyagi yozganimiz echo tablica sozdana aks holda yozamiz. Har connection close qilinishi kerak, chunki aks holda shunday bo'ladi. Mana bu databaseimizda boshqa connectionlar ulanib bilmaydi. Chunki bu hali close bo'lmagan. Toki bu close bo'lmaguncha boshqa joydan turib connectionga bog'lanib bo'lmaydi. Ishlatamiz. Просто обновить. Подключение успешно, таблица создана успешно. Yozuv chiqadi. Endi e'tibor bersangiz, boyagi PHP MyAdminimizga kiradigan bo'lsak, bitta biz keyin testdb e'tibor bersangizda, boya hech nima yo'q bo'ladi. User degan yangi jadval ochildi. Davom etamiz. Bu birinchi variant. Endi qaytadan hozir men buni ishlatib qo'yamanki, hozir qaytadan shu SQL ni yozadigan bo'lsam, qaytadan user jadvalni yaratdi. Bu user jadvali avvaldan user jadvali avvaldan mavjud bo'lgani uchun hozir yaratdik. Keyingi safar yana boshqatdan update qiladigan bo'lsak, avvaldan mavjud bo'lgani uchun qaytadan yaratib bilmaydi. Table users already exist. Ya'ni allaqachon mavjud degan xabar. Endi davom qilamiz. Подключение через PDO.
PHP database object orqali подключить qilish. Xo'sh, qanday bo'ladi? Bunda odatda endi try catch strukturasini boshqa dasturlash tillarida bilasizlar. Yozamiz. db try yozamiz. Bu MySQL postimiz mana shu struktura bo'lib dbname database mana shu username password. Keyin bog'lanish bu yerda yozildi. Video set attribute remote va ishlab video deb chiqadi. Xo'sh, bu zamonaviy bu set attribute error mode success degan xabar chiqarsin. Xo'sh, X holda agar nimadir xatolik bo'ladigan bo'lsa, mana shu bog'lanish exceptionlar, ya'ni X holda success. Undan keyin video exception failed deb mana shu yerda xabarni chiqarsin. Qayerdadir xatolik chiqarib ko'ramiz. Connected successful. Boyagi testingga successful, ya'ni bog'landi. Endi задание tablisi через video. Yana shu bilan exception timestamp yo'q. Bu yerda to'xtadik. Endi yangi SQL yaratamiz va bu video execute shu joyda boshlab. Bu yerda bir SQL product int alt belgi barcha ya'ni product name, keyin price desimal, ya'ni 10 belgidan iborat ikkalasi kasrni ifodalash uchun 82,005. Keyin created at timestamp, bu bilasizlar data. Xo'sh, endi bu yer SQL komandasini yozib keyin bu good esa table products success. Boshqa holatda qanday obnovить connect successfully table products success. Biz bitta obnovamiz. Shu testingda qarabsizki produkt deyapti. ID, name, price. Davom etamiz. Endi xo'sh, объяснение structure create table. Команда create обычный включает листы, колонки, типы данных, праймерики, автоинкремент. Bularni hammasini bilasiz. Chunki sizlar ma'lumot bazasiga jadvallar bo'yicha ishlash bo'lmasa darsda mana shu create table mumkin.
Endi shu yerda mana yo'llarini chiqardik. Endi qilamiz. Mana successda insert qilamiz. So product name price values product per first quantity used quantity again the price id automatic bajaradi. Click yerga uchun values beramiz. Data added obnoy qilamiz. Error tax error bu yerda data added to success user qilamiz. 3 1 2 3 price degan san'at qo'shildi. Endi odatda sizlarda Vaspasda index PHP'da label for username keyin nima deymiz required mana shu forma tutasiz. Mana shu formaga kiritilgan ma'lumotlaringiz yerga mana shu index PHPga o'tkaziladi va shu PHPdan insert into degan ma'noda figural clause ichida boyagi mana shu yerda name bo'yicha inputda id userni mana shu username'dagi qiymat holatidan keyin mana shu PHPdagi nimaga username bo'yicha mana shu produkt per produkt 2 emas universal qilib kod yozasiz. Ya'ni mana shu formadan kiritilgan ma'lumotlar mana shu SQLga so'rov sifatida o'tkaziladi hamda bu yerda yechilmayotganda obnovить qilganda shu ya'ni forma orqali hozir men sizlarga kod orqali ko'rsatyapsam, sizlar forma orqali mana shu yaratgan formangiz orqali ma'lumotni qo'shishni yozib, kodlarini yozib, skrinshotlar bilan hisobot shaklida tayyorlab, mana shu assignment degan modulga yuklab savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, Telegramga javob beraman.